Tasavvur qiling. Siz 12 yil birga yashagan odamning yoningizda bo'lishidan ko'ra, tanish bo'lmagan qo'shningizning bir ogiz, "Qandaysiz?" degan savolidan ko'proq issiqlik sezasiz. Bu qanday hissiyot ekanini bilasizmi? Aynan mana shu hissiyot Nilufar xonimning hayotini ikki qismga bo'ldi. Oldingi hayot va haqiqiy hayot. Bugun biz gaplashadigan mavzu ko'plarning uyida yashirin, ko'plarning yuragida jim yiglayotgan bir haqiqat haqida. Oxirigacha tomosha qiling, chunki bu faqat bir ayolning hikoyasi emas. Bu sizning ham, mening ham hikoyamiz bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Men bilaman, ko'pchiligimiz oila deganda birinchi navbatda issiqlik, qo'llab-quvvatlash va tushunish tasvirini ko'z oldimizga keltiramiz. Lekin hayotda shunday lahzalar bo'ladiki, uy ichida yashayotgan bo'lsangiz ham, yolg'izlik sizni qoplaydi. Statistikaga ko'ra, psixologlar o'tkazgan tadqiqotlarda, nikohda yashayotgan ayollarning 40% emotsional jihatdan o'zini ko'rinmas yoki e'tiborsiz his qiladi. Bu raqam katta. Bu raqam faqat raqam emas, bu hayot. Bugun biz gaplashamiz. Oilada emotsional sovuqlik nima? Bu holat qanday belgilari bor? Bir ayol bu holdan qanday chiqib ketdi? Va bu jarayonda kutilmagan yordamchi kim bo'ldi? Va eng muhimi, bu holatda nima qilish kerak? Hozir qulay joyga o'tiring. Chunki bu hikoya sizga ko'p narsa beradi. Nilufar xonim, 38 yoshli o'qituvchi. Toshkentning bir chekka mahallasida, 3 xonali kvartirda erining 2 farzandi bilan yashaydi. Tashqaridan qaralsa, oddiy, tartibli oila. Eri muhandis, ishchan, mas'uliyatli. Lekin Nilufar xonim kechasi yostiqqa bosh qo'yganda ko'pincha yiglar edi. Nima uchun? Chunki unga hech narsa yetishmasdi. Lekin ayni paytda hamma narsa bor edi. Uy bor, ovqat bor, kiyim bor, bola bor. Lekin mehr yo'q edi. Eri uyga keladi, ovqat yeydi, telefonga qaraydi, uxlaydi. Bayramlarda tabriklayman deydi. Lekin ko'zlari telefonda yo'q. Tugilgan kunida, "Ha, bugun tugilgan kuning-ku" deydi. Yana telefon. Nilufar xonim bir kuni menga aytdi. Ovoz o'zgaradi, xayoliy suhbat uslubi. Men erimdan bir marta ham, faqat bir marta ham, "Qandaysiz, yaxshimisiz?" degan savolni eshitishni xohladim. Lekin bu so'z uning og'zidan chiqmadi. Hech qachon. 12 yil davomida. Bu emotsional sovuqlik. Psixologiyada buni emotional neglect, ya'ni hissiy e'tiborsizlik deyshadi. Emotsional sovuqlik bu jismoniy zo'ravonlik emas. Ko'z ko'rib, qo'l tekkizib bo'lmaydigan, lekin ichdan yeb bitiradigani shu narsa. Belgilari oddiy. Birinchi belgi, sizning his-tuyg'ularingizga sherik bo'lmaydi. Quvonsangiz, u beparvo. Yiglasangiz, u "Nima bo'ldi yana?" deydi. Ikkinchi belgi, suhbat faqat majburiyat yuzasidan. Ovqat tayyormi? Bolalar qayerda? Pul kerak edi. Mana butun muloqot. Uchinchi belgi, uyda yolg'izlik hissi. Ikki kishi bir xonada, lekin ikki dunyo. To'rtinchi belgi, sizning yutuqlaringiz ko'rinmaydi. Yangi ko'ylak kiydingizmi? E'tibor yo'q. Yaxshi ish qildingizmi? Xo'p, deydi. Beshinchi belgi, jismoniy yaqinlik ham soviydi. Nafaqat hissiy, balki barcha aloqa rasmiy bo'lib qoladi. Nilufar xonimda ana shu barcha belgilar bor edi. Va u o'zini aybdor deb hisoblardi. Balki men yetarlicha yaxshi emasman, derdi ichida. Bu emotsional sovuqlikning eng dahshatli tomoni. U sizni o'zingizga qarshi qiladi. Bir kuz kuni kvartiraning yonidagi xona bo'sh bo'lib turardi. Va o'sha kuni yangi qo'shni ko'chib keldi. Uning ismi Kamola opa. 55 yoshli, kengroq jussali, kulgusi xonadonga to'lgan, mo'ysafid ayol. Qo'lida katta sumka, yuzida tabassum. Dastlab Nilufar xonim unga unchalik e'tibor bermadi. Salom berdi. Xolos. Lekin Kamola opa boshqacharoq edi. Ikkinchi kuni eshikni taqillatdi. "Qizim, qo'lim tegib qoldi. Bir piyola choy iching", dedi. Nilufar xonim kirdi. O'tirdi. Choy ichdi. Va shu o'tirishda Kamola opa bitta savol berdi. "Qandaysiz, qizim? Yaxshimisiz? Yuzingizda bir narsa bor." Nilufar xonim aytadi. O'sha lahzada ko'zidan yosh chiqdi. Chunki bu savolni 12 yil ichida hech kim bermagan edi. Bir o'ylab ko'ring, oxirgi marta kimdir sizdan haqiqatan ham, yuragidan "Qandaysiz?" deb so'ragan qachon edi? Faqat so'rab qolmay, javobingizni eshitgan qachon edi? Agar bu savol sizda ham biror narsa qo'zg'atsa, davom eting. Chunki Nilufar xonimning hikoyasi bu yerda tugamaydi.
Kamola opa psixolog emas edi. U oddiy nafaqaxo'r xotin. Lekin unda bir narsa bor edi. Haqiqiy e'tibor. U Nilufar xonimni ko'rar edi. Har kuni uchrashar edilar, yo'lakda, eshik oldida. Kamola opa har safar to'xtardi. Suhbatlashar edi. Farzandlarini so'rardi. Ishini so'rardi. Bir kuni Nilufar xonim yangi libos kiyib chiqqan edi. Kamola opa dedi: "Voy, qizim, bu sizga juda yarashadi. Ko'zingiz ham yarqirab ketdi bugun." Nilufar xonim o'sha kuni birinchi marta ko'p yillar ichida o'zini ko'ringan his qildi. Kamola opa unga kitob berdi. Birga o'tirib non yedi. Ba'zan aytdi: "Qizim, siz juda kuchli ayolsiz. Lekin kuchli bo'lish hamma yukni yolg'iz ko'tarishni bildirmaydi." Bu oddiy so'zlar. Lekin Nilufar xonim uchun bu so'zlar hayot qutqaruvchi edi. Psixologiya fanida buni social mirroring, ya'ni ijtimoiy aks ettirish deyishadi. Biz o'zimizni boshqalarning ko'zlari orqali ko'ramiz. Atrofimizda bizni ko'radigan, qadrlaydigan odamlar bo'lsa, biz ham o'zimizni qadrlay boshlaymiz. Kamola opa Nilufar xonimga ko'zgu bo'ldi va u o'sha ko'zguda o'zining qiymatini ko'rdi. Psixolog va munosabatlar bo'yicha mutaxassis Johan Gottman o'z tadqiqotlarida aniqladi. Sog'lom munosabatda ijobiy o'zaro ta'sir salbiydan 5 barobar ko'p bo'lishi kerak. Buni u 5 bir qoida deb ataydi. Ko'p oilalarda esa bu nisbat teskari. Bundan tashqari, Harvard universiteti o'tkazgan 80 yillik tadqiqot shuni ko'rsatdi. Insonning baxtli yashashi asosan pul, shuhrat yoki yutuqdan emas, balki sifatli munosabatlardan kelar ekan. Ya'ni sizni ko'radigan, eshitadigan, qadrlaydigan bir nafar odam bu butun dunyoni o'zgartirishi mumkin. Nilufar xonimning hayotida Kamola opa o'sha odam bo'ldi. Bu faqat Nilufar xonimga xos emas. Mohira, 44 yoshli samarqandlik gilamchi. Eri yaxshi inson edi, lekin hissiy jihatdan yopiq edi. Hech qachon his-tuyg'ularini aytmadi. Hech qachon xotinini maqtamadi. Mohira bir kuni qo'shni mahallada yangi tikuvchi xotin bilan tanishdi. Ular har haftada uchrashib, choy ichib, suhbatlasha boshladilar. O'sha suhbatlar Mohiraga shunday ta'sir qildiki, u asta-sekin o'ziga ishonchini qayta topdi. O'zining gilamchilik san'atini rivojlantirdi. Hatto kichik ko'rgazma ham uyushtirdi. Eri ko'rgazmaga keldi va u yerda birinchi marta xotiniga aytdi: "Sen juda iste'dodlisan. Bilmagan ekanman." Bu muhim saboq. Ba'zan biz o'zimizni boshqa insonga ko'rsatganimizda, eng yaqinlarimiz ham bizni ko'ra boshlaydi. Aziz do'stlar, bu hikoyadan 3 ta katta dars chiqadi. Birinchi dars: emotsional sovuqlik. Bu shikoyat emas, bu haqiqiy muammo. Uni ko'z yumib o'tib ketmang. O'zingizga ham, yaqiningizga ham nisbatan halol bo'ling. Ikkinchi dars: mehr faqat yurakdan keladi, lekin ko'p hollarda u ko'nikma ham. Yaqiningizga "Qandaysiz?" deb so'rang. Javobini eshiting. Bu 1 daqiqa, lekin ta'siri 1 umr. Uchinchi dars: sog'lom munosabat. Bu faqat er-xotin o'rtasida emas. Qo'shni, do'st, hamkor, istalgan sifatli insoniy aloqa sizni ichdan tiklashi mumkin. Atrofingizga e'tibor bering. Va Nilufar xonim. Vaqt o'tib, u eriga ochildi. Gaplashdi. Oson kechmadi. Lekin u gapira oldi, chunki Kamola opaning e'tibori unga o'z ovozini topishga yordam berdi. Hozir Nilufar xonim psixolog yordami olmoqda. Er-xotin munosabatlari sekin-asta yaxshilanmoqda. Va Kamola opa hali ham ularning qo'shnisi. Aziz do'stlar, hayotda ko'p narsani xarid qilish mumkin. Uy, mashina, kiyim, ovqat. Lekin mehr xarid qilinmaydi. U beriladi. U ko'rsatiladi. U aytiladi. Agar bugun siz ham Nilufar xonimday his qilayotgan bo'lsangiz, bilsinki, siz yolg'iz emassiz. Va bu holat abadiy emas. Qilishingiz mumkin bo'lgan eng birinchi qadam: bugun bitta odamdan chin yurakdan "Qandaysiz?" deb so'rang. Shoshilmay, ko'zlariga qarang. Javobini eshiting. Balki siz ham kimning hayotida Kamola opa bo'larsiz. Agar bu video sizga biror narsa bergan bo'lsa, like bosing. Bu bizning ishimizni davom ettirishimizga yordam beradi. Quyida kommentariya qoldiring. Siz hayotingizda sizni haqiqatan ko'rgan biror inson bo'lganmi? O'sha hissiyotni qanday ta'riflaysiz? Agar bu videoni birov ko'rishi kerak deb o'ylasangiz, do'stingizga yuboring. Va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosing. Chunki keyingi videomiz ham aynan shu kabidir. Ko'rishguncha o'zingizni asrang. Mehr bilan.